Assalomu alaykum qadrdonlar, hormanglar charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bir ishimiz bituvdi. Nazarbekga loyihamizni beraveramiz imzomizga. Abdemal aka, qalay chiqdi ishimiz? Chiroyli chiqdi, zo'r chiqdi, o'ylagandan yaxshiroq chiqdi. Bizlarni qanaqa topib keluvdingiz endi sir bo'lmasa? Shu Instagramni kuzatib o'tirardim. Ko'chaning atrofida qilgan loyihalarida bor ekan, shularni kuzatib ko'rib, baholanib ko'rib, chiroyli ekan ishlari, yaxshi ekanini ko'rib. Ishqariq tektorlar bilan gaplashib ko'rgansiz menimcha, chunki baribir ko'pchilik nimadir o'tgan. Bizlarni qaysi tomonimiz sizga yoqdi misol uchun? Nimaga aynan bizga buyurtmayapsiz agar sir bo'lmasa? Sizlarniki shu kuzatib, har xil chizmalarni ko'rib, obyektlarni ko'rib, sizlarni narx-navoiylarni ko'rib, kelishlar bilan chiroyli qilingan ekan, shularni hisob-kitobini olib, keyin shularga qildirdik. Rahmat aka shunchalik intervyu berganingizga. Xo'p, endi sizlarga ham agar bu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, ikkilanmasdan bemalol buyurtma beraverasizlar. Bularga hop, xudo xolasa 2 qavatli loyiha berdik. Old tomon ham ko'cha, chap tomondan ko'cha. Kalitga kiramizda ta'mir kutib oladi. Unda oshxona, chap tomon umumiy oilaviy joy o'tasi bo'lgan joy. Bu yerda zar joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqib ketsa bo'ladi. Va umumiy sanuzel birinchi qavatda va birinchi qavatda ota-onalarga yotoqxona qilingan qariyalarga. Orqa qo'lim chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi qavatga bundoq chiqamiz. Bu yerda kichikroq koridor kutib oladi. Bu yerda bizani bu yerda bitta spalnidan balkonga chiqsa bo'ladi. O'zini sanuzel va garderob bilan joylashgan. Bu yerda bitta umumiy garderob, qish kiyimni yoz kiyimni qish turadi. Va bu yerda bitta detskiy spalni ham qilib qo'ysa bo'ladi. Keng juda ham detskiy qilingan. Bu umumiy sanuzel. Shunaqa loyihalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa o'ylaganlikdan ko'ra a'lo darajada qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'rganda ko'rishguncha.